Nima uchun muddatidan oldin tug'ib qo'ygan ayollarimiz keyingi farzandlarini ham muddatidan oldin tug'ib qo'yishadi. Chunki muddatidan oldingi tug'ib qo'ygan haftasida bachadonda zaprogrammirovatsiya qiladi. Misol uchun 28 haftada tug'ib qo'ydimi, o'sha haftada keyingi homiladorligida men уже 40 hafta bo'ldim deb bolani tashlashga urinadi, chiqarishga urinadi bachadon. Buni sabablari xilma-xil. Birinchi navbatda ismika-servikal yetishmovchiligi, ya'ni bunda bachadon bo'ynini zaiflashib ketishi. Ikkinchi sababi homilani saqlaydigan gormonni yetarli darajada ishlab chiqarib bera olmasligi. Uchinchi sababi oldingi tug'ruqlarida bachadonda yirtilishlar, travmali bo'lishi yoki keyingi sababi har xil stressli bo'lishi mumkin, har xil jismoniy zo'riqishlar mumkin va beshinchi sababi bu har xil yallig'lanishlar hamda infeksion kasalliklar. Lekin vaqtidan oldingi tug'ruqni yechimi bor. Bu holatni bartaraf qilish mumkin agarda shifokoringizga vaqtida murojaat etib, sababini aniqlab, vaqtida davolasangiz, homilangizni vaqtiga yetkazib, sog'lom qilib dunyoga keltirishingiz mumkin.